Yine yengil yürüydü. Prosta ayak ucunda. Ne deski valla buladı ku. Mayaş falan gerekmeydi dedi o. Yine şimdi vallarımız için Batman Transformer o şekilde de gelen. Şimdi Batman'da bayta öğrenip Batman'a okşattık bize. Balonlarımız hem kattara, gen rakati bir şeyge, plus karan umuma ses çıkmaydı, yengil paş mükretip bir şeyge, hem Galloway. Galloway'ne bilesler yaxşıcayı sınmaydı aləpələdi. Kavuy çok bilesler sınık kalardı. Biyim olal, 120 kilodun götərib bərib biledi. Şimdi bana ucu brand paketi karan Mercedes-Benz muhlisler üçün. Şimdi 120 kilodun rasına mı etti? Götüredi. Diamond verdi götüredi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan samolyotlarimizni 10 danasini ko'rib o'tamiz. Endi 10 danasi deganim assortimentda umuman muammo yo'q. Shu hozir videoda ko'rsatib o'tamiz magazinimizdagi samolyotlarimiz assortimentini. Lekin bugun sizlar bilan saylab 10 danasini ko'rib chiqamiz. Eng arzonidan eng qimmatini deb aytsak bo'ladi. Boshlanishini aytib o'taylik. Boshlanish narxi 100 ming so'mdan, adashmasam 700 ming so'mdan samolyotlarni har xil assortimentini taxlab qo'yibmiz. Masalan, birinchi samolyotimizni ko'radigan bo'lsak, qarangina, ishini ko'rinishda bo'ladi, teylari beklangan bo'ladi, plus demir bo'ladi, batareyaga qo'ysak musiqa aytadi, plus sveta musiqalar ham bo'ladi. Balonlarimiz ham qalin Galloway balon bo'ladi, plus yurgan vaqti yanadi. Balonlarimiz ham pachnikli bo'ladi. Bemalol bo'yini o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, hozirgi holat eng kichkinada turgan bo'lsa, bu yerni yechamiz, mana yechiladi. Unda stopper knopkalari bo'ladi. Ozgina mehr kerak ekan, uzr. Bo'yini bemalol balandpasini o'zgartirsak bo'ladi yana. Ishini akab qo'ysak, yana ozgina ko'tarib qo'ysak bo'ladi ekan. Hoppa, ana. Ishini holatiga keldi. Yana bemalol farzandimiz hazatib uchish, men ham ko'targan. Bemalol farzandimiz hazatib uchib yuraveradi. Plus yurgan vaqtda musiqa ham aytadi, batareyaga qo'ysangiz bolalar ham yanadi. Ko'rib tursak tezlik hali to'xtamadi. Pashnikdan shuncha yengil yuradi. Plus ishlatmaydigan vaqtimizda yenglab olib qo'ysak ham bo'laveradi. Yani ishini kichkinagina bo'lib turadi. Birinchi samolyotimizni ko'rdik. Narxi 185 ming so'm. Sunnatini kelishib beramiz. Keyingi samolyotimizga keladigan bo'lsak, keyingi samolyotimiz endi samolyot uchib boshlagan, ya'ni 2-3 yosh oralig'idagi bolalarimiz uchun mo'ljallangan bo'ladi. Chunki buni o'tiradigan sedinasi bo'ladi. Yo'qki yengilgina ham o'tirib oyoq bilan yetalab yuradi. Samolyot uchishni o'rgangandan keyin esa shuni ko'taradi. Bemalol to'g'ri samolyotni abishiy holatda uchib yuraveradi. Sifatini keladigan bo'lsa gap yo'q. Bemalol 60 kiloni ko'tarib berib biladi ekan. Lekin 60 kiloga mo'ljallanmagan. Endi yosh bolalar uchun mo'ljallangan detskiy samolyot. Buni balonlar yurgan vaqtda yanadi. Plus batareyaga qo'yadigan bo'lsak, musiqa aytadi. Balonlarimiz Galloway bo'ladi, plus pachnikli o'tiradigan joylari bo'ladi. Bo'yini balandpasini o'zgartirsak bo'ladi. Farzandimiz o'sha samolyot uchishni o'rgangandan keyin bemalol sedinasini farzandimizga xalaqit bermaydi, biklab qo'ysak bo'ladi. Bu samolyotimiz ham foydalanmaydigan vaqtimizda yenglab olib qo'ysak bo'ladi. Ishini holatda kichkinagina bo'lib turadi. Ketdi. Keyingi samolyotimiz samolyotlar ham o'zining brendlari bo'ladi. Masalan, ko'pchilik mijozlarimiz bilsa kerak, skuter brend ostida ishlab chiqaradigan samolyotlarimiz bo'ladi. Обычный samolyotlarga nisbatan ozgina qimmatroq yuradi, lekin sifati shunga loyiq etib ishlangan bo'ladi. Ya'ni teylari poni beklangan bo'ladi. Batareyaga qo'ysak musiqa aytadi, sveta musiqalari bor. Balonlarimiz yumshoq Galloway bo'ladi, yurgan vaqti yanadi, ham pachnik qo'yilgan. Shuning evazini yengil yoq yuradi, farzand hazat uchish uchun. Plus bo'yini ham balandpasini o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, hozir ishining holatida bemalol 2-3 yoshda bo'ladigan bo'lsa, 2-3 yosh emas. 3-4 yoshda bo'ladigan bo'lsa, stopper bilan knopkani bosib turib samolyotimizni balandpasini o'zgartirsak bo'ladi. 3 balonli samokyatimizda bilasizlar, rol bo'lmaydi, og'irlik tashab boshqariladi. Ya'ni qaysani og'irlik tashalsa, shuna qarab ketadi samokyatimiz. Bu samokyatimizdan bemalol meni vesimni ko'tarib berib biladi ekan. Bu degani shu 65 kilogramning o'rtacha turib berib biladi. Bo'yini balandpasini o'zingiz xohlagan variantda o'zgartirib ishlatsangiz bo'ladi. Foydalanmaydigan vaqtingizda, masalan, mashina tashab bana olib ketadigan bo'lsangiz, kichkinagina ishni yenglab olib qo'ysangiz bo'ladi. Skuter brendi ostida ishlab chiqarilgan samolyotimiz 3 balonli detskiy. Keyingi samolyotimiz уже qarang brend Mercedes-Benz. Lekin skuter brendasida ishlab chiqarilgan samolyotimiz nisbatan qalinroq bo'ladi, balonlari shirokiyroq bo'ladi, pachnikli bo'ladi, yurgan vaqti yana sveta musiqasi bo'ladi. O'sha qarang, biz stopperlarimiz ham o'zgaradi, yaqinda kichkina to'malakada o'sha bo'ladi, sal kattaroq bo'lib boshladi. Stopperlarimiz ham komfort jihatdan asta-qina tortasiz, yuklanib turadi. Qarang, xo'shroq, akkuratni etib, qalin etib ishlangan bo'ladi. Sifatida gap bo'lishi mumkin emas. Bu samokyatimizda ham rol xuddi shunday, qarang, og'irlik bo'yicha ishlaydi, bemalol vez ko'tarib berib biladi, ham yengil yuradi. Sifati moshni etib ishlangan, o'g'il bolalarimiz uchun, qiz bolalarimiz uchun har xil sifatidan Erkatoy magazindan topishingiz mumkin. Lekin men o'zim ham yoqdi, lekin sifati rasam zo'r ekan. Jallan kelsam jellarib beraman. Kichkinagina ishni yenglab olib qo'ysangiz ham bo'ladi.
Yetti. Keyingi samakatımız Rosy Sweet. Xohlasangiz da o'g'il bolalarimiz uchun Korishnev Sweet seri qora ranglaridan ham topsangiz bo'ladi. Samakatimizdan balonlari gelivy bo'ladi. Plus yurgan vaqtda yonib turadi. Qarang, ham pashpnikning evazini yengil harakatlanadi. Samakatimiz ham rul xuddi shunday ishlaydi, yangi shinisini. O'tiradigan sediniyasi nisbatan boshqa yani sedinlar samakatimizga nisbatan kattaroq, mo'shinroq etib ishlanadi. Ya'ni, masalan, shemamiz aytadigan bo'lsak, farzandingiz ponchikroq bo'lsa, iriroq bo'lsa, inan ishini tanlasangiz bo'ladi. Harga ko'tarmasa, bu bemalol ko'tarib berib biladi. Buni ham ishlatmaydigan vaqtimizni olib qo'ysak bo'ladi, yo banat qilib turib, buni ishini ishlatib qo'ysak ham bo'ladi. Farzandimizga xalaqit bermaydi, inan. Vesdan bemalol ko'taradi. Ham e'tibor bergan bo'lsangizlar, samakatimizning ruli arqa samakatlarga nisbatan pastroqda. Ya'ni 2-3 yoshlar bolam bemalol haydab bilish uchun ham qulaylik sifatida ishlangan. Ya'ni samakatimizni ko'rik, bundan foydalanmaydigan vaqtimizda yinglab olib qo'ysak bo'ladi. Bundan ham xuddi shunday mexanizm degan. O'zi hammasi почти bir xil holatda ishlaydi bo'ladi. Keyingi samakatimiz. Samakatimizni masalan 2-3 yoshlarda oladigan bo'lsangiz, bemalol qalin mo'shin etib ishlangan. Bunda o'sha meni vesim hech bilinmay turibdi. Masalan, o'zi minga vaqtda bilinadi, ko'tarish ko'tarmasligi umuman bilinmaydi bu samakatim meni vesim. Balonlarimiz ham kattaroq, kengroq etib ishlangan, plus qarang umuman ses chiqmaydi, yengil pashmiklatib ishlangan, ham gelivy. Gelivy-ni bilasizlar, yaxshi joyi sinmaydi alapalada. Kavuchok bilasizlar, sinib qoladi. Gelivy sinmaydi. G'altin yo'lmi, takiz yo'lmi, hazat ketaveradi. Ham taqirdab yurmaydi, yumshoq yuradi. Og'irroq ham etib ishlangan, plus dastalarimiz ham qalin bo'ladi. Chunki ves ko'targanda uyaltırıp koymaslık üçün, sınıf kalmaslık üçün. Bu üçgenlik manyak bir samakat. İlk zor ekanligi. Rulunu gördünüz yine. Ağırlık taşıp işletiverasiz. Plus arkasında tormuz ham bo'ladi. Buni basadan bo'lsak, to'xtaydi samakatimiz. Yengillik bilan o'zgaradi ekanligi bu o'yinni balandlasak, qarang, shunday knopkani basasiz o'zgaraveradi yine. Ben 22 yaş olsam 22 yaşlar bana bunu samakata edemez kuda. Если şu eğer hediymen dese bemalol sifati şuna like etip işlengen yine. Şimdi knopkasını basamız, pasa çıkıp durardı. Yine. Buna nişik mesajlar tavsiye etsek bo'ladi. Masalan, keyin shunday mesajlarimiz keladi. Menga pulonimga farqi yo'q. Shunday samakat ber 2 yaşında azı. Jiyanim ya balam bemalol 10-12 yaşında heyetsin, uçsun, hezetsin deydi mesajlarımız üçün tavsiye etamiz. Sifati mo'shin etib ishlangan. Scooter firması, Scooter brendasini ishlab chiqqan samakatimiz. Yani bunun yengilishi xuddi shunday bo'ladi. Yine knopkasini basamiz, pasa tushib turadi yana. Yenglari boshqa akkuratniy bo'lib turadi. Endi vesi og'irroq, chunki sifat ham shunga loyiq etib ishlangan. Keyingi samakatimiz deski bolalar bo'ladi-ku. Men yosh bolalarga kerakmaydi deydi. Yana shunday bolalarimiz uchun Batman Transformer ham o'sha keladi. Lekin endi Batman deb aytaveraylik, Batman o'xshatdik biza. Bu samakatimiz ham sifati zo'r, chotga etib ishlangan, dizayn ham sal boshqacharoq. Qarang, rullar ham lyoq, yengil ishlaydi. Balonlarimiz ham gelivy bo'ladi. Hazat qutsa bo'lar ekan bunda. Qarang, balonlarimiz gelivy, pashmikli, yengil aylanadi. Ham yurgan vaqti sveta muzikasi bilan o'zi yonib turadi. Batareyaga qo'yadigan bo'lsak ham sveta muzikasi bor o'zini qo'shiqlarni aytib turadi. Bu o'yinni balandpasini ham o'zimiz xohlagan variantda o'zgartirsak bo'ladi. Bu oyunu balandpasini gördünüz, bemalol 7-8 yaşlardan 10-12 yaşlardan hazat qutsa bo'ladi. Eminlik joylarim bakam qarang. Batareyaga qo'ysa muzikasi ham aytadi, sveta muzikasi ham yonadi. Samakatimizni sifati zo'r ekan, lekin bam, endi o'zine yarasha. Ham rangi qarang, motive etib ishlangan, как o'zini jalb etib turadi farzandlarimizni. U samakatimiz ham kichkinagina yengilib turadi. Buni yengiladigan joyi zo'r nera? Masalan, endi banda xudo xolosa havo qizdi, oilaviy прогулкалар bo'ladi. Giyishda masalan, parkka chiqasiz, например, shavat o'ynab chiqib aylanaman desangiz, yengillikda mashina bagajini tashiysiz, piknikka chiqqan vaqtingiz masalan, например, hazat haydab yuraveradi. Haydab bo'lgandan keyin ham yenglab mashina bagajini tashab qo'yarsiz. Kichkinagina kamroq joyda o'rnashib turadi. Yani bunu gördük. Keyingi samakatimiz ise aş piknikka chiqqan vaqtda men o'zim ham shavat bo'yinda samakat edeyman degan mijozlarimiz uchun bo'ladi. Bemalol 120 kiloni ham ko'tarib berib biladigan mo'shin etib ishlangan samakatimiz. Rullar ham yengilroq bo'ladi, chunki endi kattaroq odam minganda ishlash uchun. Qarang, sifati вообще zo'r etib ishlangan. Ko'rinishi ham mashhur turibdi samakatimizning sifatini. Bu o'yinni balandpasini o'zgartirsak bo'ladi. Plus rushnoy tormozlar ham bo'ladi. Eğer ayakkabı basman desangiz, arka tarafini bunda rushnoy ham bakayım. Balandpasini o'zgartirsak bo'ladi bu o'yinni. Batareyaga qo'ysak, knopkalari baynak muzika aytadi. Sifati вообще zo'r etib ishlangan, o'zine yarasha ves ham bor ekan, shunga loyiq. Biz samakatimiz ham foydalanmaydigan vaqtimizda, ya vona kichik qo'ysak, yenglab olib qo'ysak bo'ladi. Endi toza bo'lgan alashtirmayapmizda boshida shunday bo'ladi, lekin atak ishlatavergandan keyin o'zi joyina tushib ketadi, joyina tushdi. Endi ochaq vaqtimizda
Uji qarang birinchidan keyin ishlab boshladi. Albatta, mahsulotimiz toza bo'lishini alishtirib aytmaysiz shuning uchun. Atak sifat bo'yicha, proshnilik bo'yicha, viz ko'tarish bo'yicha bemalol 120 kilodan ko'tarib berib biladi. Endi 120 kiloni rasman aytdi. Ayo ko'taradi. Diamond va ko'taradi. Endi buni ko'rdik. Bularning hammasi yosh bolalarimiz uchun mo'ljallangan, ya'ni yosh vaqtidan katta vaqtdan mo'ljallangan samokatlar endi kattaroq yoshdagi, masalan, o'sha maktab yoshidagi bolalarimiz uchun 2 ballonli skuterlarimiz, samokatlarimiz bor. Skuter emas, samokatlarimiz bor. Endi qarang, o'sha bular yengil yuriydi. Sal tezroq ham bularda o'sha rul sistemasi ham ishlaydi. Ya'ni ves tashlaganda emas, rasmiy tuqlab haydayveradilar. Ballonlarimiz geloviy bo'ladi, tormozlarimiz bor. Damirdan ishlangan, teylar ham qalin damir bo'ladi. Rulni ham balandpasini o'zgartirsak bo'ladi. Bu samokatimiz ham foydalanmaydigan vaqtimizda ya vana kichik bo'lsak, bemalol buklab olib qo'ysak bo'ladi. Bu samokatimiz ham shunday kichkina bo'lib, bagajga sig'adigan darajada kichayib turadi. Hamma yeri damir bo'ladi. Bemalol bu samokatimiz ham farzandingiz bo'lmadi, menda 5-6 yil xizmat etib berib biladi, keyin ukasini o'tirib beradi. Keyingi samokatimiz nisbatan kattaroq, nisbatan og'irroq, nisbatan rullar ham balandroq etib ishlangan bo'ladi. Ballonlarimiz geloviy bo'ladi. Mana bu esa umuman bilinmaydi ekan bu samokatda. Yengil yurib ketaveradi ekan. Joyimiz kichkinadan shunga kichkina joyda haydab turib maylashtirmaydi. Ina, yengil yuriydi. Prosta, oyoq ucunda. Lekin aytganimdek, bu samokatimiz o'zi sal boshqacharoq ekan. To'g'risini aytaman, argan nisbatan sal boshqacharoq sifatda, ya'ni yaxshiroq etib ishlangan ekan. Hurmatli obunachilar, assortimentlarimizni ko'rdik. Har birini iloji boricha obzor etib berishga harakat etdik. Bemalol kelib ko'rib tanlashingiz mumkin. Erkatoyda aytganimdek assortimentda umuman muammo yo'q. Sizdan nechta variant kerak desiz, hammasini bizlardan topsangiz bo'ladi. Pastda aloqa uchun telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Yana bir marta manzilimizni eslatib o'taman. Urganch shahar Detskiy больница, ya'ni bolalar shifoxonasi yon tomonida 18-marshrut orqali kelsangiz ham bo'ladi. Shahar hokimiyat ko'chada desangiz hamma biladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.